shu qo'yadi 6000 gap ketsin. Usta Mobile mana ikkinchi instrumentlarimiz kelgan. Metro Toplisdan mana shu eshikka shunday bek qo'ysin. Mana shu lazerimiz mana ikki xil variant 2000 rubl bo'ladi. Shunday qilib telefon 10000 rubldan balandiga telefon olsa. Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana shuni nima uchun chiqargan ekan desam, mendan boshqa hamma o'zi qo'yganim qarang. Eng zo'ri kimning mashina bo'lsa qarang. Вообще просто огонь. Xullas, bugun video qo'yishimizdan maqsad mana shunday yangi firmadan, yangi inisiativ kelgan Metro Toplisdan 4-vaqt, 2-filial. Kimdir bilmasa, az ichkariga kiramiz, yangiliklarni to'liq ko'rsatib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, podpiskani bosib qo'ying. Shunday kelganingizda aka-ukalar, mana Usta Mobile salon krasota yozilgan, tepaga instrument yozilgan. Kimdir eslab qolasizlar, shunday bemalol kiraverasiz mana. Shunday kirib kelasiz aka-ukalar, mana o'ng tomonda polni sho'rpoyotlar, kimdir bilmasa, sirkularga loboy xil. Keyin bunday qilib, ikkinchi etajga chiqqaningizda mana ko'ryapsiz, etajga chiqasiz. Keyin kamerachi. Ikkinchi etajga chiqqaningizda bunday qilib buni qo'yib qo'yamiz. Bu yerda ham bir ikkita yangiliklar bor, keyin yangi instrumentlar kelgan. Esdan chiqib. Loboy bitta mana. Telefon 10000 rubldan balandiga telefon olsangiz, powerbank, naushnik 10000 match podarka qo'shilib beradi. Faqat 10000 rubldan qizig'i yo'q. 18000 ga olsangiz, bitta powerbank 10000 match loboy xil telefon. Faqat 5000 rublga olsangiz berilmaydi. 10000 dan balandiga podarkasi bor. Mana bu yoqda loboy xil iPhone deysizmi, boshqa deysizmi, Samsung Ultra A1707, короче, loboy xil variantlar bor. Poco, Redmi hammasidan Spark, короче, loboydan. Endi stroygani qilishimiz kerak. Biz bu telefonda olib turib PUBG o'ynamay pastga jinganda. Odamlarning umri o'tib ketyapti. Telefon sotib olib turib PUBG o'ynayman deb turib. İşte qilingan perforatordan paydo. Nimaga telefon magazini ochding degan savol bo'ladi-da shu yerdan. Nechol ishni biznes deyman, nima deysiz, xulop? Xullas, aka-ukalar, hazil-huzul mana shu Koyal brendidan e'tibor beramiz. Polnosti mana shuning hammasi yangi kelgan. Bir qator narxini aytib o'taman, mana qarang. Qayerda ko'rgansiz? 8000 rublga bunday ikki xil rejim, perforator, uдар, дальбушка, сверление, 6 ampер часов, match, ikkita batareyka, bыстрый зарядка, полный komplekt, mana shunday moshna perforator 8000 rubl. Bitta batareykani puliga olasiz-da. Endi mana bu yerda 5000 rublga ikkita batareyka man, normalni bolgarka, 4 ampер часов. Endi qarang. 8500 rublga bunday gayka yo'q bor. Bu yerda gayka yo'q. E'tiborimiz. Gayka yo'q. Moshna 5 shotishni gayka yo'q. 6 amperlik 8500 rubl. Keyin ikkita batareyka 4 amperlik bilan 120 newton 3 xil rejim, udarni rejimi ham bor. Mana ikki xil. Переключать. 5 shotishni вообще moshna. Mana shunday ishlaydi. Sho'rpoyort 6500 rubl. 6500 rubl. E'tibor beramiz. Bitta shu yerda videoning o'rtasida bunday pauza qilib o'taman. Agar kimdir shu videoni shu minutagacha ko'rgan bo'lsa, 6500 emas, mana shu videoni shunday screenshot qilib men bilmoqchiman-da, kim bizni qana videoni ko'rar ekan dagansa. Shunday deb aytib o'tgan Umid aka deb bemalol 6000 rublga olib ketasiz. Ikkita 4 amperlik bыстрый зарядка, mana shunday 120 ming realni moshna sho'rpoy, lekin og'ir. Endi 4000 rublga mana
E'tibor 4000 rubl. Buni ham aksiya qo'yaman, qarang. Buni ham aksiya qo'yaman. Bitta yangilik. Bu ham tugab ketgan edi ko'klar. Orqasi metal. 2 ampere. Mana shunday moshina. E'tibor 5 shotishni. Ikkita batareykada bistira zaryadka. Buni narxi 4,5 ming. 20-chislagacha 3500 rubldan. Mana buning narxi e'tibor beramiz mana. Mana narxi 3,5 ming 2800 rubl. Orqasi malotoq qilib bemalol Koyal brendi. Yana aytmangizlar, umid etsangiz shogirdlar chiqib 500 qimmat sotadi deb turib, umid etsangiz shogirdlarning oilasi bor, rasxodi bor, shuning uchun ular ham yashash kerak. To'g'ri qabul qilasizlar. Umid etsa aytgandek videoni ko'rasizlar bemalol. Yana noto'g'ri qabul qilmang. 3,5 mingga только shurpa yurtamiz. Xullas, variantlar ko'p. Buni 2 в одном bor, 4 в одном bor. Mana bu yerda 4 в одном bor. Bu 13 ming rubl, mana bu yerda 18 ming rublga ham 4 в одном bor. В одном bor. Keyin kraska pultlar bezvozdушный 14 ming rubl, 24 ming rubl, 35 ming rublgacha mana 20 ming rubl. Любой xil отбойный молоток hammasidan sirkularkalar qaysi variantdan xohlasangiz shurpa yort, keyin mabar shurpa yortlarimiz ham bor. Mana qarang. Mabar shurpa yort e'tibor beramiz. Mana shu mabar shurpa yort ham mana даже 4,5 ming. Bu ne просто так yozilgan. Buning narxi 3,5 ming rubl bo'ladi. Buning narxi ham. Keyin bu yerda 3 ming rublga bor. Variantlar ko'p. Mana bu yerda 8 ming rublga bor. To'liq shurpa yort emas. Xullas любой xil narsa, uni odam yutadigan pilsoslarimiz ham bor. 80 litr, 60 litr mana. Eng zo'r variant mana 8,5 ming rublga Warcraft mana shunday ikkita omni rejim. Omni rejim e'tibor beramiz mana shunday. Shunday mashina suv pul farqi yo'q. Keyin mana yerda Sadamaq brendidan lazerlar, samый главный bugungi kun qishda hamma ichkarida ishlaydi. 4,5 ming rublga mobar lazerlarimiz, qizil ham yonadi, zелёный ham yonadi, svetofor har xil rangda bo'lib yonayotgan. Bular 4500 rubldan bo'ladi mana bular. Sadamaq, любой xil shurpa yorti ham bor. Bu 7000 rubl. Keyin 5000 rublga ham pilsos bor ko'klar mana 5000. Bularda ham kaliso bor, ikkalasi ham. Bular 5000 rubl, 25000 rublga ham bor. Любой xil variantlar bor. E'tibor beramiz. Endi lazerning yangi kelgan variantlarini ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana bu tomonda benzopila, suvarkalar, stabilizator 30 kilovatgacha 45 dan ko'taradi. Moyka resanta. Mana keyin mana bu yerda lazer. Yana bitta lazer aksiya qilib qo'yaman, qarang. Yana bitta yangilik, xullas 20-chilargacha mana bu lazerlardan kimdir yana shu gap videoni ko'rgan bo'lsa, mana ki altdan ko'rsatishda batareyka noshka mana shu lazerimiz 2000 rubl. Bunisi ham 2000 rubldan zaryadi to'g'ri 2 soatga boradi, ko'p emas. 16 liniya plus noshka. Любой chotki ishlaydi. Agar misol uchun bitta liniyasini yoqib qo'ysangiz 5 soat ham ishlab turadi. Hamma liniyasini yoqsangiz 2 soat ishlaydi. Endi bu tomonda mana 6500 rublga bunday temir korpuslik buni ko'rsatib o'tganmiz. Bular moshina variantlari bor. Polni komplektatsiyaga to'g'rilaymiz. Komplektatsiya ham moshina mana shunday patologlar magnitga ilashtirib qo'yadigan variantlar hamma xili bor. Nechiga qo'yasiz, udobni profil patolog qilayotgan ko'klar. Hammasi pult 1,5 metr oyoq. Buni mana bu yerda umni sistemasi bor, lazerlarimiz ham bor. Hozir umni sistemasini tekis joyga qo'yamiz, yoqamiz. Endi ko'ryapsizlar, mana. Bemalol. Pult deb o'tirmay, shunday ustdan kelasiz, qaysi liniya kerak. Kerak emasini o'chirib qo'yasiz, tamom. Pult ham bor, telefondan ham ishlaydi. Buning narxi 4,5 ming rubl. Varianti ko'p. 5000 rubl, 3,5 ming rublga ham bor. U umni emas. Mana bu yerda 4,5 ming rublga bor. Lazerning varianti ko'p. Mana bu yerda 12 ming rublga ham lazer bor. Qimmat. Faqat arzon narsani proklagat qilasan. Любой xil variantlar bor. Qo'y mashinka 4000 rubl bugungi kunda mana firma Rozayimdan qo'y mashinka cho'pon tog'alarga video hadletsalar. Xullas любой narsa, любой xil mikserlar, любой xil perforatorlar 3,5 ming, 5000 hammasi mikser. Jiraflar bor mana bu yerda. Jiraflar bugungi kunda 10 ming, 8 mingga mana 8 mingga mashina ikkita двойной пылесос подсветка mana bular 10 ming, 11 ming rubl. Xullas telefon nomerlar ekranda bo'ladi. Adreslar metro Marino 5-o'q, metro To'pliston 4-o'qit. Har kuni soat
10 dan kechqurun soat 9 gacha ishlaymiz. Bemalol kelaverasizlar. Savollar bo'lsa kommentariyga yozing. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.